O'g'lim, sani ovqating ham sho'rmi? Yo'q. Yaxshi-ku oyijon. Voy, meni kechiringlar. Odam yoshi o'tgandan keyin ta'mi farqiga bormay qolar ekan shekilli-da. Sen nima oyimga gap qaytarding hozir? Qachon gap qaytardim? Voy, qo'y bolam, urushmagin. Mani deb gap eshitib olding. Bekorga xotining yuzingga sapchib tashadi. Voy, menga jahl qildimi hozir? Hoy, antaga turgaring mening bilan urmagin. Ursang ham ko'karmaydigan joyga urgin. Voy bolam. Voy massa. Voy, charchadim. Oyi? Voy belim. Hozir belim sinib ketadi. Voy, oyi nima og'ir ko'tarasiz bering menga. Keliningiz qani? Bilmadim. Uxlayotgan bo'lsa kerak. Hozir uxlashni ko'rsataman unga. Men yolg'on gapirganmi, uxlaganmi, Sardor aka? Voy, ushmanglar. Voy, ahil bo'lsanglar-chi. Oyijon, mana buni qarang, o'g'lingiz menga tilla sirg'a sovg'a qildilar. Voy, muncha zo'r. Qarang, o'g'lim qanaqa qo'li ochiq. Voy, o'zimga ham rosa yoqdi oyijon. Kelin, o'zi tillalaringiz rosa ko'p. Undan ko'ra buni soting. Voy, g'alati emasmi oyijon? Tillalaringizda eng qimmat narxda olib qoladigan joy bor. Skupka zolota. Voy, butun shahar bo'yichami? Unday bo'lsa hamma tillalarimni sotaman oyijon. Nima? Bir tiyinga qimmat zirak sovg'a qildi, o'shani sotmoqchiman dedi. Ha, indamay qo'yaver, yoshda. Sovg'ani ham sotadimi? Agar shu ziraylar manda bo'lganda mazza qilib maqtanib taqib yurgan bo'lardim. Oyijon, qayoqqa ketasiz, ketmang. Bu uyda joy yo'q menga, keling. Kim aytdi sizga qo'ling oyijon, man tilla pishirib beraman. Tinchlikmi? Ay, keling, nega meni itarasiz, o'zim ketaman.